Oddiy mexanik chiska otam zamonda qolib ketdi. Hozir apparatlar bilan ishlaydigan zamonga kelib qoldik. Bilmayman qanaqa chiska olishadi ular. Lekin effekt bo'lmadi deb kelishadi. Allohga behisob shukr, bitta chiskam bilan apparatlar bilan birga qo'shib qilib berganligim uchun natijasi ham super bo'lib, chiki bo'ladi. Bu chiskada mexanichskiy ham bor, apparat ham bor, karbon ham bor, fototerapiya ham bor, gidropiling ham bor, и maskalari ham bor. Hammasi bitta joyda. Yozda bu chiska mumkinmi deb savol ko'pchilik berishadi. Albatta mumkin. Yoz fasli uchun mos keladigan lyoqki pilinglarimiz bor. O'sha pilinglar bilan yuzingizda piling qilinadi. Hech qachon qo'rqmanglar. Naborot yog' bosib, dog' bosib, yuzingizda ugri bosib yurishdan qo'rqinglar. Yozda SPF suramiz, qishda SPF suramiz, chiskadan keyin SPF suramiz. Bemalol maza qilib, yuzga qarab, o'xat qilib, chiroyli bo'lib yuramiz. Narxini 4 ta narsani surib qo'yib 500 ming, 600 ming so'm demaymiz. 400 ming so'm apparatlari bilan birga qo'shib qilib beraman. Nimaga katta gapiraman? Chunki patsientlarimdagi rezultatlarni ko'rib, ishimga javob berganim uchun ham uverenni qo'rqmasdan gapiraman. Ishonmasanglar, bir kelib sinab ko'ringlar.